Oilani ijarada tursa ham yoki bir qiyinchilik bo'lsa ham qizchalar faqat kelganimda so'ragandim Allohdan keldiz deydi. Mana qizchasi ham guvoh. Qachon kelsam faqat kelganimda faqat anaqa qiladi. Boshqa payti hech bir nima so'ramaydi, faqat Allohdan so'raydi. Chunki bular Subhanalloh. Allohga yaqin insonlar. Meni nazdimda qalbi eng toza, Haqdorlarning haqdori. haqdorlarning haqdori deb o'ylayman. Bersa shunaqa insonlarga berish kerak-da. Bersa shunaqalarni topib berish kerak. Allohdan izlab, faqat boshqadan emas, odamlardan emas, faqat insonlardan emas, Allohdan so'rab, chekkalarda yurgan, mana shunday qiynalgan, mana shunaqa insonlarni topib berish kerak. Bularni oldiga kelib ketganingizdan keyin qiynalasiz. Qiynalaman. Ovqat yeyotganingizda qiynalasiz, kiyim olayotganingizda, yangi ust bosh qilayotganingizda qiynalasiz. Qiynalaman. Ko'z oldingizdan o'tadimi bular? Shu narsani hozir mana aytdingiz, 3 yildan beri o'zim shu narsani ishda yurganimdan beri kiyim bosh olmayman. Alloh guvoh. Faqat ukam olib beradi, yo bir tug'ilgan kunim bo'lsa kimdir olib beradi. O'shandan ko'rgan shunaqa insonlarni ko'rganimdan beri olmayman. Alloh rozi bo'lsin. Olmayman. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday saxiylar, mana shunday fidoilar borda yurtimizdagizlar. Tamam, Alloh mana shunday insonlarning haq hurmati bizni asrab turibdi. Yer yutmayapti bizni bu gunohlarimizga. Ana siz hozir shu videoni ko'rdingiz. Endi agarki sizda shu yangi ust-bosh olayotganingizda, zo'r hashamatli joylarda, restoranlarda ovqatlanayotganingizda, qayerga dam olishga ketayotganingizda ko'z oldingizdan shular o'tmasa, demak qalbni o'zgartirish kerak. Insof diyonat o'lib bo'libdi azizlar. Qalbingiz tosh qotib bo'libdi. Bizga ham mana shu tinchlik bermaydi azizlar. Kechalar uxla olmay chiqamiz. Chunki bularni bilamiz-ku. Suv beringlar. Bo'l, yig'lama. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Biz hech kim emasmizda. Mana shunaqangi paytlarda so'z topa olmay qoladi odam, so'z topa olmay qoladi. Nega shunaqa ekan deb ich-ichidan eziladi odam. Boshqacha bo'lsa bo'ladi-ku. Boshqacha qilsak bo'ladi, boshqacha yashasak bo'ladi-ku. Oson-ku. Nega qilmaydi odamlar? Nega gapimizni eshitmaydi? Nega quloq solishmaydi degan bir o'kinchlarimiz bor ichimizda. Agar shu amal ustida agar ketsak, inshaalloh borishimiz to'g'ri jannat azizlar. Biz bundan xursandmiz. Biz xursandmiz shu yo'ldan, shu mashaqqatlardan xursandmiz. Lekin sizga kuyib pishib yonib gapirishimizning sababi shu baxtni bir o'zimizga tatimayotganidan, sizga ham ulashgimiz kelayotganidan. Jannat shu qadar kengki, hammamiz sig'amiz u yerga azizlar. Hammamiz bo'lishimiz kerak. Oilalarimiz bilan, xalqimiz bilan yaxshi